Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hürmetli qarindoshlar, hammamiz bilamiz. G'aybat nihoyatda cho'ng gunoh. G'aybat razil bir xil psixika kasallik. Chunki g'aybat musulmonlar orasida dushmanlik, tafriqchilik, adovat, o'chmanlik urug'ini chachidi. G'aybatxo'r o'zining kamchiligini unutib başqalardan qusur izlaydi. Endi bu g'aybatning haromligini hammamiz bilamiz. Lekin afsunarligi mana mushundaq bir razil ofat xeli yaxshi kishilar orasida evjilib qilyotdi. Shu yaxshi kishilarimiz o'zi bevosita g'aybat qilishdan saqlangan taqdirda g'aybatga shirik bo'lib qilishdan saqlanmayotdi. Shirik bo'lishdan saqlanganlar g'aybatni tusish majburiyatini ado qilmayotdi. Chunki g'aybat so'rinda g'aybatni tusishga qudratimiz yetmasa, u so'rindan darhol ayrilishimiz kerak. Biz bir mu'min, musulmon bo'lish sifatimiz bilan mushu g'aybatning dunyo oxiratdagi xatirga faqat sal qaramasligimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سلا öz ara g'aybat qilishmanglar. Sizlarning biringlar o'lib ketgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yaxshi ko'ramsizlar? Hargizmi yaxshi ko'rmaysizlar deb bu oyatda g'aybat qilganlik o'zining eng yaxshi ko'rinadigan qarindishining, ya'ni o'lib ketsa shuni go'shini yeyishga o'xshatdi. Buningdimi bir fasohatlik, balog'atlik o'xshatish bo'lmasa kerak qarindoshlar. G'aybat bo'lsa kerak emas, qo'rqinchoqlarning quroli bu. Bu g'aybat nihoyatda xatarlik, yomon oqibatlarga sabab bo'ldi. Mana bu dunyoda musulmonlarga tafriqchilik, ishonmaslik, ümidsizlik qatorliq ashaddiy ofatlarni keltirsa, oxiratda texmi ichinishlik oqibatga mubtalo qildi. G'aybatxo'r shundoq bir paskash odamki, g'aybatni qilgan odam kelsa, xuddi quyruqini shipangshitib, qiliq topolmay ketadi. Yo'q yerda g'aybatini qildi. G'aybat qilingan odam kelgandan keyin xuddi boshqacha darhol o'zgarib, boshqacha bir odam bo'lib, o'zi g'aybat qilgan odam bilan xuddi yaqin odamlardek g'iljingshib mushundaq qilib ketadi. Mushu Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Mi'raj chiqqan vaqtida o'zining tirnoqlari bilan, ya'ni ashu qo'g'ushum tirnoqlar bilan yuzlarini, maydillarini tatlab titmikatdan qilgan odamlarni ko'rdi. Rasululloh bu ko'rinishdan hayron qilib Cibrail aleyhisselamdan so'radi. Ey Cibrail, oşular kimler bular dedi. Cibrail aleyhisselam cevap verip, ular bo'lsa kishilarning güçünü yeydigan, kishilarning obro'yini, kishilik huquqini g'aybat shikoyati bilan dafsanda qildigan g'aybatxo'rlar dedi qarindoshlar. Endi bu g'aybat degan nima desak, Canican Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem g'aybatning tabirini mundaq bekitgan. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem shundoq dedi. Sizlar g'aybatning nimaligini bilamsizlar? Sahobalar javob berib, Alloh va Allohning payg'ambari hammadan bak biladi dedi. Rasululloh g'aybatni mundaq deb bekitdi. G'aybat bo'lsa qarindishingni yaxshi ko'rmaydigan ishlar bilan tilg'ilash dedi. Ya'ni sen bir gapni qilsang qarindishingning haqida, qarindishingning bu gapning bo'lishini xohlamaydigan ishni desang, bu g'aybat bo'ldi debdi. Ya Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, biz degan gap, ya'ni biz bir qarindishimizni bir suhbat bilan tilg'asak, shu suhbat, shu ish qarindishimiz tepilsa, bu nim bo'ldi debdi. Shu sen degan ish qarindishingda bo'lsa, shu suhbat qarindishingda tepilsa, mana bu g'aybat bo'ldi. Agar tepilmagan bir suhbat bilan,
yoki shu qarindishingni bo'lmagan bir ishni desang, bu qarindishingga bo'hton qilgan bo'ldi, texmi yomon bo'ladi deb, mana qarindishimizda bor bo'lgan ayibni, qarindishimizda bor bo'lgan bir qarindishimiz yomon ko'radigan bir ishni desak, bu g'aybat bo'ladi degan. Endi bu mutlaq emas qarindoshlar. Mutlaq emas. Tövendeki 6 holatda biz g'aybat qilsak bo'ladi. Ya'ni mana bu halol g'aybat. Buning birinchisi shikoyat qilish uchun. Ya'ni birisi bizga zulm qilsa, arz qilish uchun, shikoyat uchun biz g'aybat qilsak bo'ladi. Ya'ni qozilarga, sud mahkamalarga yoki bizga zulm qilgan odamdan haqqimizni ep berishga qudrati yetadigan odamga, bizga zulm qilgan odam ustidan g'aybat qilsak bo'ladi. Masalan, paloni men zulm qildi deb. Buning dalili Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadis sharifda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning qishig'a bir odam xo'shnis ustidan arz qilib keldi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u odamga sen kitib sabr qilgin dedi. U odam 2 qatim, 3 qatim Rasulullohning qishig'a yana mosh xo'shnisning zulm qilayotganligini shikoyat qilib kelganda, Rasululloh sen berib uyingdagi laqluqini chiqib yo'lni o'ttosiga tashlab mushunda to dedi. Degandek bu odam uydagi laqluq jabduqlarni ko'tirib chiqib yo'lning o'ttosiga tashlab o'ltadi. Yo'ldan o'tganlar bu odamdan so'rdi: "Voy, nim bo'lib sen bunda holat kelib qolding?" debdi. Xo'shnam mushundaq men aziyat berib, mushunda holat kelib qoldim debdi. Kishilar bu xo'shnisini qog'ab, "Voy Xudoyim usun, voy mushundami qilamdi?" degandan keyin xo'shnisi bu gapni anglab darhol xo'shnisining yana kelib, "Voy xapoma, men xato qildim-a. Buningdan keyin mendan aziyat san yetmaydi" deb xo'shnisini uyga qaytarib akib qo'ygan. Mana bu hadisdan bizga boshqalar zulm qilsa, boshqalar bizning haqqimizni yeb ketsa, shikoyat qilish uchun, arz qilish uchun boshqalarning keynidan qoziga yoki sud mahkamasiga bu odamning zulmini desak bo'ladi. Ikkinchi halol g'aybat bo'lsa, bir insonni boshqalarga ta'riflash yoki tuntish uchun. Masalan, ba'zi insonlar va ma'lum bir laqamlar bilan tunilgan. Masalan, paloni qarg'u, paloni tuka, paloni pustani deb mushundaq laqamlar bilan tunilgan odam bor. Endi boshqalarga mushu laqamin demasak tunmaydigan holatda laqamin desak bo'ladi. Lekin bu laqamin degan vaqtida u odamni kamsitganlikdan yoki masxir qilganlikdan mandaq desak, bu bak cho'ng harom qarindoshlar. Shuning uchun faqat tunishtirish yuzidan desak bo'ladi. Ammo bu odamni boshqa mush laqamin demay tunishtig'il bo'lsa, shunda tunishsak bak afzal. Lekin endi faqatlam mushni boshqa bir tunusun, palani qarg'uchi yoki palani tokochi yoki palani deb bir tunishtirishdan deb qolsak, bu g'aybatga kirmaydi. Shuning uchun biz islom tarixini o'qisak, nurg'un olimlarni gachchi olim, qarg'u olim, toko olim deb kitoblarda oladi. Nima uchun degan chog'da uning ism bilan o'xshab ketadigan nurg'un ismlar va farqlantirish uchun mana mushunda qilgan qarindoshlar, mushunda deyilgan. Shuning uchun tunishtirish yuzidan kamsitish yoki masxir qilish yuzidan emas, laqamini deb turib boshqalarga desak bo'ladi. Uning aksicha, masalan, Oysha onamiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Safiya onamizni, ya'ni Rasulullohning ayoli Safiya onamizni maqtab ketibdi. Oysha onamizni dedi: "Voy, bo'ldi qislar o Safiyani" deb qo'lni manda qildi. Ya'ni qo'lni manda qilib pakani deganda qilibdi. Rasululloh nim dedi: "Safiya onamiz haqiqatan bu pakati." Oysha onamiz bo'ldi qislar deb qo'lni manda qilib u paka degandek ish qilibdi. Rasululloh: "Hey Oysha, Alloh bilan qasamki, siz shundoq bir so'zni dedingizki, navoda bu so'zni dengizning suyga aralashtirsa, dengizning suvi sesib ketgan bo'ladi" dedi qarindoshlar. Uchinchi halol g'aybat bo'lsa, musulmonlarni shu g'aybat qilingan odamning yomonligidan ogohlantirish yoki nasihat qilish yuzidan uning g'aybatini qilsak. Masalan, bir odam borkan, din nom bilan yolg'on aytadi ekan. Yoki noiti isilzoda
oliy janob bo'lib olib kishilarni dinning nomi bilan toliblik nomi bilan har xil nomlarni ishiltib boshqa musulmonlarni aldaydigan odam bo'lsa, biz boshqalarning mushning xaltisiga tushib ketmasligi uchun boshqa g'araz yo'q. Bizning uningga nisbatan qalbimizda hech qanday bir o'ch adovat yoki bir dushmanlik tuyg'usi yo'q bo'lish kerak. Mushunda holatda boshqalar uning xaltisiga tushib ketmasin, boshqalar uning oldinib ketmasin deb, "Palon odam sal mandaq odam ekan" deb boshqalarni ogohlantirib qo'ysak bo'ladi qarindoshlar. 4-chi halol g'aybat bo'lsa, gunoh ma'siyatni, yomon ishni oshkora xalq olam oldida qildigan bir odam ekan. Masalan, boshqalarni davomli qo'yib etdi ekan yoki xalq olam oldida aroq ichidi ekan. Mushundaq o'zining aybini o'zi yapmay oshkor qilgan odam bo'lsa, bunimi paloni aroqkash, paloni o'g'ri, paloni zolim deb desak bo'ladi qarindoshlar. Chunki u o'zini aybini o'zi yapmagan odam. 5-chi halol g'aybat bo'lsa, biz bir olimdan fatvo so'rash yuzdan, masalan, paloni men zulm qilyotdi yoki akam, inim, ayolim, erim paloni mushunda manda zulm qildi, men mushundan qandoq bir qutlama deb fatvo so'rash, maslahat so'rash yuzdan o'zimizdagi zulmni ko'tirish yuzdan yoki bir haqqimizga erishish uchun g'aybatni qilsak ham bo'ldi. Endi unda demay, masalan, bir odam manda qilsa, buni hukmi qanday bo'ladi deb manda deyishdi afzal. Bir shaxsni aynan demay, bir odam manda qilsa, buni hukmi nima yoki buni qanday qilamiz deb manda deyish bek yaxshi qarindoshlar. Ammo ismini deyish zarur bo'lib qolsa, desakmi, g'aybat bo'lmaydi. Buning dalili Hind bint Utba degan, ya'ni Abu Sufyonning ayoli Rasulullohning qishiga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, Abu Sufyon bo'lsa, naati pixsiq odam. Menga va bolalarimga yetkidak bir narsa bermaydi. Men shuning bilan uningki milidan yushrun elib, ya'ni o'g'irlikchi elib, o'zimga va bolalarimningki turmushini qamdayman, mushunda qilmay amalim yo'q" debdi. Rasululloh agar u haqiqiy pixsiqlab qolsa, siz o'zingizga yetkichilik va bolangizga yetkichilik narsani o'g'lab olsangizmi, eringizning milidan olsangizmi bo'ladi deb. Bu yerda o'g'il luqmaydi, chunki u bir erga nisbatan ayolini, bolalarini beqish farz. Bu yerda o'g'irlik olmaydi. Ya'ni bu yerdagi dalil, yana bu yerda Hind bint Utba degan ayol o'zining erining pixsiq ekanligini Rasulullohga oshkora dedi. Mana bu g'aybat emas qarindoshlar. 6-chi halol g'aybat bo'lsa, bir odamni yaxshi yo'lga boshlab ketish yoki bir yomon ishni tugutish, bir munkar ishlarga isloh qilish yuzasidan, masalan, bir odamni yana bir odamga "Ma adam mushunda ish qilyotdi, sen uning yo aksi, sen yo o'qituvchisi, sening gapingni anglaydi mavu. Shuning mandaroq bir ish qilyotdi. Mushni bir sen to'sib qo'ysang, nasihat qilsang" degan yuzasidan, ya'ni nasihat yuzasidan shu odamni bir yaxshilik qaytirib qilish, shu odamni yomonlik to'sib qilish yuzasidan bizning qo'limizdan kelmaydi ekan. U odamni to'salaydigan odamga berib palon manda ishni qilyotdi. Mushni sen bir to'sab qolsang deb mushunda desak, bu g'aybat bo'lmaydi qarindoshlar. Buningdan boshqa har qanday gap so'zlar g'aybat bo'ladi. Buning oqibati o'zining qarindishining jasdining go'shini ekanligi bilan o'xshash. Bundan qattiq hazar aylash kerak. G'aybat shikoyat gunohi kibrlarning qatorida. Va sallallohu va sallam va baraka ala abdihi va rasuli Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.